Assalomu alaykum hamyurtlar. Toshkent, Moskva ko'rsatilganlarda davlat tomonidan qo'yilgan Buzahda transportimiz akalar opa-singillar tanlovda adashmaylar desa tanlovda adashib qolyapsizlar. Hozirgi momentda ozgina biletimiz ko'tarilgan. Bilet narxlari 950 ming 1 million yaqin bo'lyapti. Bular kimda kim shunaqa sifatli avtobusda Primoy Toshkentning o'zidan konditsioner shunaqa qulayliklari bor hamda sifatli davlat tomonidan qo'yilgan reyslarda ketmoqchi bo'lsa, bemalol behijolat ekranda raqamlarga telefon qilishingiz mumkin ukalar. Hozir mana davlat tomonidan qo'yilgan avtobusimiz shart-sharoitlarini ham ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Aka-uka, opa-singillar, mana ko'rib turibsizlar, avtobusimiz juda ham qulay, konditsionerlar mana ishlab turibdimi aka konditsioner? Yaxshimi? Qulayligi joyidami? Yolg'on bo'lmadimi aka? Normalda mana kimda kim ketmoqchi bo'lsa mana o'zimizning ikkita ishonch kameramiz hamda monitorimiz hamda mana o'zimizning har bitta sidinaning orqasida zaryadka uskunalarimiz aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar, sifatli ishonchli avtobuslarimiz mana. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar qanday? Qulaymikan, yaxshimikan, yoqdimi misol? Tavsiya qilasizlarmi qolgan aka-ukalarimizga? Qilamiz, Hammasi to'g'ri? hammasi kontinent. Abu Sohiy avtovokzalda hammasi to'g'rimikan? Bolalar To'g'ri ekan, to'g'ri. ishlashyapti. Vokzalda bo'lsa mana bilet orqali ketyapti. Aka-ukalar, har xil yolg'onga ozgina arzon aytsa ishonib borib Qozog'istonda qiynalib qolmaydi. Mana ko'rib turibsizlar, televizorlarigacha, monitorlarigacha, kullerigacha, zaryadkasigacha hamda konditsionerlar mazza qilib mana yozda issiqda mazza qilib ketaman desanglar, misol muzdagina bo'lib ketadigan bo'lsanglar, mana o'zimizning chiroyli, sifatli avtobusimiz. Mana mana o'zimizning ishonch kassamiz, zalojdaniyamiz kimda kim kelib, paka avtobusga ketguncha bemalol kelib kutib o'tirsanglar bo'laveradi. Erta chaqirib olyapsizlar deysizlar. Erta chaqirmasak bilet tugab qoladi birinchidan. Ikkinchidan joy bo'lmay qolishi mumkin-da. Shuning uchun soat 14:00 dan 15:00 gacha kelsanglar, o'zingizlarning Zagram pasportinglar bilan biletlarni olib kelsanglar bo'ladi. Tanlovda adashmanglar. Sifatli, ishonchli xizmatlarimiz Moskva, Orenburg, Samara, Penza, Rezan, Vladimir, Nijniy Novgorod, Kazan, Nabережный Челны, Nijniy Kamskiy, Orenburg shaharlariga kimda kim sifatli avtobusda ketmoqchi bo'lsa, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunga tavsiya qilamiz aka. Tanlovda adashib qolmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.